Bizning tashkilotda mijozlar bilan ishlash bu nafaqat ish, balki zavq. Har bir kunimiz yangi imkoniyatlar, samimiy muloqot va o'zaro ishonchga to'la. Jamoamiz bir maqsad yo'lida birlashgan, ya'ni tashkilotimizni yanada rivojlantirish va mijozlarimizga eng yaxshi xizmatni taqdim etish. Renessans mikromoliya tashkiloti Nukus filiali umumiy portfelning 9,2% ulushiga erishishga muvaffaq bo'ldi. Har bir xodimga 220 nafar mijoz va olingan mikroqarzlar summasi bo'yicha 3,5 milliard so'mdan to'g'ri keladi. Bugungi kunda Nukus filialida mijozlar soni 1898 taga yetdi. 2025-yili xizmat ko'rsatilgan mijozlar soni esa 2200 mijozdan ortiq. Nukus filiali mijozlarining 79% dan ortig'i ayollardan, 20% dan ortig'i erkak mijozlarni tashkil etadi. Filialimizning aksariyat 80% dan ortig'i tuman aholisidan iboratdir. Nukus filiali bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha tumanlaridan mijozlarga ega. Jumladan Nukus shahri tumanlaridan Nukus tumani, Tegili, Bo'zatog', Qarao'zak, Taxtako'pir, Xo'jayli, Chimboy, Amudaryo, Beruniyni o'z ichiga oladi. Nukus filialining kredit portfelining o'sishi asosan tashkilotimizning asosiy kredit mahsuloti bu Reni ishonch kredit mahsuloti tufayli. Chunki bu mahsulotdan foydalangan mijozlar tashkilotimizga ishonchga erishib, o'zlari ishonch asosida Hamkor va Hamkor Plus mahsulotlari bilan tashkilotimiz bilan hamkorlik qilmoqda. An'anaviy va zamonaviy kanallarimiz orqali qishloq joylardagi jismoniy shaxslarga, jumladan ayol tadbirkorlarga mikro va kichik biznesga moslashtirilgan qulay mikromoliya xizmatini taqdim etish va ularni rivojlantirish. Tashkilot xodimlarining hamjamiyat, tez, qulay va bir maqsad yo'lida bir jamoa bo'lib ishlashi. Qolaversa, mijozlarning 20 qadamdan ortiq olayotganligi, ko'rsatilayotgan xizmatlarning mijozlar tarafidan yaxshi baholanishi bu tashkilot faoliyatining yuqori darajasidir. Biz birgalikda har bir yutuqqa qadamma-qadam yetyapmiz. Har bir kichik g'alaba bizni yanada kuchliroq, ishonchliroq va bir-birimizga mehrliroq qiladi. Biz tashkilotimizni chin dildan yaxshi ko'ramiz va uning kelajagiga ishonamiz. Eng yaxshi natijalar esa hali oldinda. Renessans mikromoliya tashkiloti bir jamoa va bitta oila.